Assalomu alaykum Agrovektor kuzatuvchilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyatidamiz. Ko'rishingiz mumkin, avtopilotimizni 3 oyoqli traktorga o'rnatganmiz. Xudo xolasa natija juda ham chiroyli. Bekzat aka fermerimiz bilan qisqacha bir suhbat qilmoqchimiz. Ya'ni o'zini fikrlarini eshitmoqchimiz. Assalomu alaykum Bekzat aka. Mana bugun Agrovektor jamoasini kutib olganingiz uchun, shunchalik hurmat qilib chaqirganingiz uchun juda ham katta rahmat, e'tibor uchun. Eng asosiysi ishonch aka. Biz mana shu fermerlarimizga, qishloq xo'jaligi sohasidagi har qanday traktorchi fermer akalarimizga o'zimizni qo'limizdan keladigan narsani taklif beryapmiz. Fikringiz qanaqa? Ko'rib turibsiz, avtopilotimiz ishlab turibdi. Xudo zo'r. 4 g'ildirak traktorlar ko'ryapti o'zim. 3 g'ildirakka ham bo'ladi, lekin sinaganimiz yo'q dedilar. Mana tajriba tayyor. Shunday aka, shunday. 3 g'ildirakli traktorga ham juda ham chiroyli natija bo'ladi. Xudo xolasa mana ko'rib turganingizdek yaxshi ishlab beryapti. Agatlarimiz juda ham chiroyli chiqqan. Ko'rishingiz mumkin. Mana hozir agatlarimizni aniqlik darajasi mana birga bir tushib bergan 2,5-5 sm oralig'ida ishlaydi aka. Avtopilotimizda yana ham bir zo'r qulaylik joylaridan yana bittasi aka kechqurun ham ishlatsa bo'ladi. Shu kechasi zo'r aka. Kechqurun o'zi markor shart emas. O'zini o'sha monitorida chiqadigan chiziqlarni o'zi sizga markor vazifasini bajaradi. Ya'ni faqatgina traktorchingiz orqaga nazorat qilib bersa bo'ldi. Boshqa qiladigan hech qanaqa ishi yo'q. Mana agatlarimiz juda ham chiroyli. Endi bilmadim, bundan ortiq qanaqa bo'lishi kerak. Fermerlarimiz o'zi bu narsani ko'rib juda ham bir chiroyli, yaxshi, iliq fikrlarni bildiryapti. Xorazm, Qoraqalpoq, mana ayniqsa vodiy fermerlari juda ham mehnatkash, ya'ni mana shu qishloq xo'jaligi, agrar sohasiga juda katta o'zini hissasini qo'shadigan fidoyi fermerlarimiz bor, geroylar bor qanchadan qancha. Mana shu fermerlarimiz qatorida siz ham juda ham zo'r tanlov qildingiz. Ya'ni bu avtopilot kelajak texnologiyasi aka. Bora-bora 2-3 yil ichida barcha fermerlarimiz sekin-sekin bosqichma-bosqich bu narsaga o'tib ketadi. Nima dedingiz? Zamon shunga talab qilyapti. Xuddi shunday. Rivojlanish kerak bo'lyapti. Hozir avtopilotda afzallik tomoni masalan dehqonchilikni boshi ekish bilan bo'ladi. Shunday. Avtopilotda mana ekilyapti bir tekisda, to'g'rimi? Kultivatsiya qilyapti bir tekisda. Terim payti ham avtopilotda qilinadi, patera bo'lmaydi. Shunday. Terim mashina teryapti. Eng asosiy narsa siz aytgandek paxta terayotgandagi jarayon. Ya'ni agar tekis olinsa, selka bilan ekiladigan paxtangiz tekis ekiladigan bo'lsa, ertaga patera yo'qoladi. Hosilingiz oshadi, daromadingiz ko'payadi. Ertaga har qanday sharoitda siz yana avtopilot olaman deyishingiz mumkin, to'g'rimi? Bittasiga qo'ysangiz yana 1-2 yildan keyin yana qo'yaman deysiz. Chunki buni mevasini ko'rasiz. Natija zo'r bo'lsa, Xudo xolasa. Aytish yo'q-da bunda. Agrovektor jamoasi har doim siz bilan aka. Xudo xolasa bizni texnik servis xizmatimiz 24/7 istalgan vaqtda telefon qilsangiz javob beramiz. Har qanday vaziyatda, har qanday sharoitda sizni qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz aka. Rahmat sizlarga ham aka. Ishonganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa Agrovektor jamoasi siz bilan.